PSG chempionligini nishonlaganida Matvey Safonovni sahnada yolg'iz qoldi. Jamoadoshlari Chempionlar Ligasi g'alabasini Arsenal ustidan nishonlayotganda Safonov chekkada yolg'iz o'tirib, g'amgin va umum muhitga nomos kelayotgandi. Ko'pchilik bilmaydiki, asosiy darvozabon uchun penaltilar seriyasi bilan 120 daqiqa o'yin o'tkazish katta tushuncha va bosim bo'lganini. G'alaba paytida butun taranglik va hislar so'nib, juda charchagan u umuman turib, hamma bilan bayram qilishga kuchi qolmagandi. 2 marta Chempionlar Ligasi g'olibi bo'lgan birinchi rus futbolchisi bo'lishi, lekin bayram paytida Rossiyaning bayrog'ini ko'rmasligi ta'sirli. Boshqa o'yinchilar o'z davlatlari bayrog'i bilan bayramlashayotgan bir paytda Safonov maysazorda yolg'iz o'tirgani azobli. O'sha vaqtda Safonovning rafiqasi qizil, ko'k va oq plastik paketlardan do'stirma Rossiya bayrog'ini yig'ib, cheklovlardan o'ta olgan va bayramni erining bilan birga nishonlagan. Ushbu holat tomoshabinlarni ta'sirlantirdi. Safonov bayroqni to'g'ri ko'tara olmagan bo'lsa-da, rafiqasi muqobil topdi.